Tak do'stlar, 9 yillik azospermiya, urug' sog'lom foizi 0. Bemorimizda hozir obstruktiv azospermiyaligi aniqlandi, chunki operatsiya davomida demak moyak ortig'ida dimlanishlar ko'rildi. Moyak ortig'idan suyuqlik olib tekshirganimizda juda ham ko'p millionlab urug' hujayralar topildi. Bunaqa holatda hattoki tabiiy homiladorlikka ham erishish mumkin, qachonki urug' yo'llarini qayta tiklash orqali. Hozir biz embriologimizga urug'larni muzlatish uchun to'qimalar olib beryapmiz. Shu bemorimiz ham 9 yildan keyin endi Xudo xolasa farzandli bo'la oladilar. O'zlaridan ham shunday eshitasizlar, mana bizni eshitib ko'rib yotibdi. Aka, nima fikrdasiz? Shuncha davolandingiz, to'g'rimi? Shuncha davolandik, ko'p joyga bordik. Oxir-oqibat mana. Lecheniyalar foyda bermadi. Chinlar foyda berishmadi, ancha chinni qildik. Xudo xolasa endi sizda yaxshi urug'lar topildi. Endi siz ham mana farzandli bo'lasiz. Nima maslahat berasiz? Shunaqa urug' 0 bo'lib yurgan bemorlar bor-da, bizni kuzatadi. Kelinglar, mana bu ta'sirlorga pulslar bilamasdan. Kelinglar, ko'ringlar ko'zlaring bilan. Aha. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Xudo xolasa barcha yordam beramiz. Salomat bo'ling.